Mana mashi yer o'rtoqlar hammamizdan qolib ketadi. Baribir bir kun hammamiz o'lib mashi yerning tagiga kirib ketamiz. Lekin shunaqangi odamlar borki, qurilish qilayotganda yerim chang bo'lib qoldi, tinchligimni buzyapsan, yo boshqa qilyapsan deb chiqib kerak emas narsaga katta kishilar chiqib borib to'polonlar qilaverib, masjidni xilog'imga keltirishdi. Voy, hammamizdan qolib ketadi bu. 50 yildan keyin biz bobimizdan yo'qmizdan. Bu yerlarning egasi ham boshqa bo'lib ketadi. Lekin chiqib talashib, nimaga talashayotganini o'zi bilmasdan to'polon qiladigan erkaklarga tupurganim bor, to'g'risi. Bor-ku, mana shu asfalt Mishalkin o'tyapti, dirillayapti, tinchligimni buzyapti. Qanaqa tinchlik buzilishi mumkin? Uje stroykada yurib, masjidga kelib ketdi, to'g'risi. Bor-ku, tinchlik nima? Bu yoqda terroristlar yugurib yuribdimi? Tepadan bomba tushyaptimi? Boshqa davlatlarga o'xshab urush bo'lyaptimi? Onasini emsin uyi yoniga uy qurilyapti. Havodan bitta olib kelib qo'ymaymiz-ku. Nimaga shunaqa odamlar bor? Ham menga aytdilar, sizlarni ham stroyka dedi, mana shunaqa qilib qo'yishadimi sizlarni?